Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugungi ishimizdan birisi yana zamok bo'ladi. Bu safar Nexia 2. Buni chiqib bo'lgan. Kilitini sindirib olgan. Yo'lda qolgan. Keyin zamokni ochajak bo'lganlar. Mana ko'rib turibsizlar, meydasi bir zat sinib yotibdi ichinde. Buni ayrimlar tushunmashi mumkin. Evvel zamokka hiç tushmaganlar. Kilit определенный mesela, yani 10 palajına ötmence mana neyse basılmaydı. Bu zat basılmayınca zamok çıkmaydı bu yoqqa. Maşının turgan yerinde urinib ko'rdik bize. Qarasak uju bu yoqqa bir zatlar sindirib qolgan. Endi shuni hozir shuning uchun spesializa mashinani yechib olib, hozir nere ko'ramiz diskida. Xudo xolasa buni ochib berib, uju klientimizga toza zamok qo'yib beramiz. Tekin hayat açıp aldık. İçindeki öneki güzel açamız deyip tıkkan meselesi. Şöyle tek zamogumuz çıkıp alındı. Bune ya aytkan sınıf kilitimiz. Az endi ornunu sel yuvup artıp klientde yine bir iltimas oldu ama zamok kilit taşıdığı mexanizm alıp taşanlar edi. Az onu alıp beremiz. Buna zamogumuz kularsa почти tayyor qo'yishga. Xabarlasha olursa ekranda nomer qoldiramiz.